bir kunda bir mahalli yemi 15 kilo somon. 15 kilo somon, 12 kilo, 6 kilo beda, 6 kilo anu. Yiroq palak. 12 kilo bo'ldimi? 27 kilo, Hashak. 30 kilo, 20 kilo shulxa. 50 kilo, ikkovi. Bir 15-12 kilo atrofida anu kepak, oddiy kepak. Kepak. 14 kilo, 15 kilo atrofida nima? Arpani zernasi, drablikadan chiqarganim 3 kilo yo 4 kilodan, unaqa ko'p emas. Makka uni, arpa uni и rapshirotdi. Общий 65-70 kilo keldi. Shu. 65-70 kilo. Hammasi bo'lib. Ha. 65-70 ta qo'yga bir mahalligimi? 65 bir mahal shuni beraman, bunda 2 mahal beraman. Ertaman kech. Bomdoddan keyin shomdan keyin. Abitda ishlasa bermaysiz. Abetda hech kim kelmaydi, bular turmaydi, qo'y yotadi. Bu hazm qilib beradi yemlarni, donlarni. Ha, ayniqsa somon zo'r hazm qildiradi. Non soda qo'shinglar 200 gram, 300 gram. Non soda? Non soda qo'shaman. Pishava soda bor-ku, mana hozir ko'rsataman. Mana shu yerda turadi. Mana qarang. Sabab ilgari o'tgan yilgi xatoyimni bu yil takrorlash xohlamayman. O'tgan yili men pishirib berdim, boshqa qilib berdim. Ovqat qolib ketdi. Keyin saratonga mana shunaqa paytda ovqatdan qoldi qo'ylar. Ishtaha bo'g'ildi. Ha, ishtaha yemay qo'ydi. Orqaga qarab ketdi qo'ylar. Endi xatoyimni tushundimki, mana bundan qo'shsangiz, oshqozonni yumshatib yurar ekan ovqatni. Hazm qo'ylarni to'ydirib bo'lmay qoladi. Ba'zida buni to'xtataman. Eshitdim, berganim yo'q edi men. Keyin trikalsiy bilan belofos beraman, vitamin, masalan, juni to'kilyapti, junini yemaydi, devol g'ajimaydi qo'ylarim, ha? Uyda. Vitamin yeta, keyin yeganini yaxshi hazm qildiradi. Vitaminlar qo'shaman. Keyin 400 gram, 500 gram osh tuzi qo'shib qo'yaman. Mana shu boqishim. Mana hozir tayyorlayib ko'rsatamiz. Tayyorlaymiz, ha? Tayyorlaymiz. Ketdik.